Kim aytdi, aka sizga 175 sotikga idealniy proyekt tushirib bo'lmaydi deb. O'sha odamgacha shu videoni shunday yuvorib qo'ying. Men sizga 175 sotikdan maksimal darajada foydalanilgan va 100% sizni ko'nglingizga yoqadigan proyektda bitgan xonadonni video obzorini qilib beraman. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz, obunachilarimiz. 3 ta yonma-yon idealniy proyektda tushgan xonadonni bitta mana shunisini obzor qilib beraman. Obzorimizni boshlashdan oldin joylashgan joyini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Shayxontohur tumani Tarona mahallasida joylashgan. O'ng qo'limiz mana O'zbekiston mahallasidan kelaverib, chap qo'limiz bo'lsa shunda Dorusalom masjidi mana shu yo'ligimizning o'zidan ko'rinib turadi. Xonadonimizning oldi tarafiga bemalol ikkita mashina qo'ysa bo'ladi va bu bo'lsa bizning kiruverish darvozamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik. Bitta mashina uyimizning ichiga bemalol sig'adi va kirganimizda chap qo'limizda kichkinagina yashil maydon qilingan va bu yon tarafimizda bo'lsa destushi ishlab turgan vodopadlarimizgacha qilib qo'yilgan. Tashqari tarafimiz uchun sanuzel, bu yoqda yozda o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir idealniy proyekt deding, yozgi oshxona qani Murod deyishingiz mumkin. Albatta siz hozir videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga terrasamizda joylashgan yozgi oshxonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. 175 sotikli xonadonimiz, binoni kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 300 kvadrat podvol, birinchi va ikkinchi qavatlarimiz. Qani ichkariga marhamat unda. Чересчур аккуратный, okey, aniq aytolmayman, sizga yoqadi. Bitta sizda o'zingiz oilangizni bemalol o'zining ichiga sig'dirib ola oladi. Kiraverish asosiy eshigimiz, yonida oynalarimizgacha xullas panoramlik qilingan va kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa chiroyli hollimiz kutib oladi. Televizorni zona qilingan, chiroyli divanlarni joylashtirib qo'yib, bu yerda xohlasangiz ovqatlanib, xohlasangiz dam olib o'tiradigan joy qilib qo'yasiz. Kirdik. Chap qo'limizda bo'lsa mana shunaqa razdvijnoy eshik qilingan, kupe bu ko'rayotganingizdek yig'ilib, jalyuz bo'lib yig'ilib ochiladi va ovqat tayyorlamayotgan paytingizda ochib qo'ysangiz katta studiya bo'lib turadi. Oshxona bilan kafellarimiz bir xil. Bu yoq tarafimizda mana shu kuxonning garnituri uchun joy qoldirilgan, gabraznik bemalol ovqat tayyorlab, shu yerda o'zida ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Ke, mana men vichishkani ko'rsatgan, tepadagi vichishkani kattasi qo'yilgan, yoqib qo'yasiz, ovoz bilan eshitilyapti. Umuman ovqatda hidi chiqmaydi. Aytmoqchimanki, eshikni oldirib tashlasangiz ham katta vechishga qo'yilgan hidi shunday tortib ketadi. Panoramli oynalar hovlimizni tarafga qaragan. Xonadonimizga shunday kirib keldik. Ro'paramizdagi xonamiz bu bizani zal qismimiz. Xuddi shunaqa. Bu yerda ham akkuratni, menga eng yoqqan tarafi mana shu mebelchilarning ishi bo'lyapti. Juda chiroyli chiqyapti. Ikki yoq tarafga kak mebelni yog'och rangini o'zidan qilingan va ko'zni charchatib qo'ymayapti-da, to'g'ri. Ana bir xil toshlar ko'zni charchatib qo'yishi mumkin, lekin bu narsa aniq ko'zni charchatmaydi. Ikkinchi qavatga chiqurishimiz, pastki qavatimizga tushirishimiz va birinchi qavatimiz uchun bu yerda bizani общий sanuzelimiz joylashgan. O'zini vannasi bilan. Keyin bu xonamizning shunday yonida bo'lsa, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonamizning mana o'zining ichida sanuzel qilingan, dushvoyasi bilan. Bu xonamizda ham, bu yotoqxonamizda ham ikki yoq taraflama mebel qilingan. Vidchi bilmayman, qanaqadir meni ko'zimga chiroyli ko'rinyaptimi yoki siz ham mana o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Qanaqa chiqqan? Mana o'zini qora uzor liniyalari bilan juda chiroyli turibdi. Aniq ayta olmayman, men o'zim ham shu uyda yashagan bo'lardim. Bu yerda bizning eshigimizni orqa hovliga qaragan. Bemalol sushilka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikkinchi qavatimizdagi eng chiroyli joydan boshlab video obzorni hozir men sizga qilib beraman. Shunday chiqdik. O'ng qo'limizda joylashgan manba yechimma qarang, juda boshqacha chiqdi. Darvozaxonamizning tepasi moyka, barbekyu zona, o'choq qozon va tapchan qilishingiz uchun ham hamma sharoitlari qilingan va mana bunaqasi tursa, ikkinchi qavatda turganga o'xshamaymiz. Xuddi bir qavatli xonadonga turganga o'xshaymiz. Juda zo'r, juda cho'tki yechim qilinibdi. Mana shu tarafda yozgi oshxonalarimiz akkuratni. Mehmonlar kelsa ham xonadan emas, shuni holli o'zidan bemalol yozgi oshxonaga, ya'ni terrasamizga chiqib ketsa bo'ladi. Endi men holni ko'rsatay sizga. Ikkinchi qavatga shunday chiqdik. Bizning hollimizda joylashgan
alohida e'tibor berasizmi, nimaga berishingiz kerak? Patologni balandligiga. Gipsokarton hamma figuralarini o'zi berilganida patologimiz menimcha 3,5 dan baland bo'lsa kerak. Ko'pchilik ikkinchi qavatda sal pastroq qilishadi patologni. Endi xonalarga o'tamiz. Bu bizning ikkinchi qavatimizdagi birinchi xonamiz. Kichkinagina o'zini balkoni bor, panoramli oynalar va bu xonamizni bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ikkinchi qavatimizdagi birinchi yotoqxonamiz. Domofonlarimiz uchun joy qoldirib ketilgan. Uyimizni 100% cho'plik pol qilingan, lekin undan tashqari bo'lsa, radiatorlarigacha qoldirib ketilgan. Ikkinchi yotoqxonamiz xuddi shunaqa, biri tepasi ota-onalar uchun mo'ljallangan va o'zining ichida bu yerda sanuzyeli joylashgan. Ikkinchi qavatimiz uchun bu yerda bizning общий sanuzyelimiz, o'zini dushvayasi bilan va shundoq yonida bo'lsa, yana bitta yotoqxonamiz. Birinchi ko'rsatgan yotoqxonani qizli bolalar uchun qilib bersangiz, bu yerda o'g'il bolalar uchun moslab qo'ysangiz bo'ladi. Bilmadim, mebelchilarning ishi endi bundan buyog'iga vobshe zo'r bo'lib ketsa kerak, chunki mana buni qarang. Ikki yon taraflama mebel qilinganini o'zida vidlari juda chiroyli bo'lib turibdi. Mana o'zingiz to'liq obzorini ko'rdingiz-ku. 1 dan 10 gacha bitta baholab o'ting. Eng pastki qavatimiz podval qismimizga keladigan bo'lsak, tushishimiz bilan bitta hol bizani kutib oladi. Keyin bu yerda chap qo'limizda bo'lsa, okamlar aytayotdilarki, bu yerda bitta zal qilib qo'ysa ham bo'ladi deyaptilar. Masalan, erkaklar, ayollar alohida mehmon kutaman deydigan bo'lsa-da, mana shu yerda ham zal qilib qo'ysa bo'ladi. Oynalarimiz bor, yorug'lik tushadi, havo aylanadi. Yoki albatta kinoteatr, sport zal, детская игровая zona ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xonamiz keng, patologlarimiz baland, eng glavniysi yorug'lik tushadi, havo aylanadi. Keyingi bu yerda bizani xonamiz bo'lsa, холодная komnatamiz joylashgan. Kompot, tuzlama, shunga o'xshagan narsalarni qo'yish uchun. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu uyimizning yurak qismi, ya'ni mana shu 300 kvadratli binoni isitish tizimi joylashgan xonamiz. Mana bu stabilizator uchun ham sharoitlari tashib ketilgan, elektromobilni zaryadlash uchun hamma xullas sharoitlarimiz tayyor qilingan. Mebel, kiyimlarni olib kelsangiz bo'ldi. Uy yoqdimi yo'qmi, kommentariyada yozib qoldiring. Yashayverarmidingiz yo'qmi, shuni ham albatta yozib qoldirishni unutmang. Proyektdan juda chiroyli, unumli foydalanibdilar akamlar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yaqin og'aynilar, qarindoshlar, hammanglar bitta mahallada yashayman, yonma-yon uyda yashayman, qo'shni bo'lamiz deb niyat qilib qo'yuvmidinglar? Mana, keling, 3 ta yonma-yon xonadonimiz. Lokatsiyasi ham juda yaxshi. O'zbekiston mahallasini o'z bilmaganlar bo'lmasa kerak. O'rtada hech kim yo'q. Primoy joyi egalarining telefon raqamlari videoni описаниесida.